Bugun yuramiz onajon. Bolam, bilasan-ku, bugun azizimga boraman. Siz u yerda charchab qolmayapsizmi axir? Hech ham charchamayman bolam. Biram maza qilaman azizimda. Yo'qda hammasi meni tengdoshlarim bo'lsa. Voy, har xil gaplarni gapiramiz, kulishamiz, chaqchaqlashamiz, hattoki yangiliklarni ham gaplashamiz. G'iybat deganlarga, g'iybat. Ha? Bolam, g'iybatda g'i harfi ham yo'q, aytda. Onaginam, siz g'iybatdan keyingi tug'ilgan onasiz. Mani onam g'iybat qilmaydi. Rahmat, bolajon. Bo'lmasa menga omin qiling, ishga boray ona. Bo'pti, ya bolam, ilohim. Eslama, sog'-salomat bo'l. Ishlaring rivojini, qut barakatini bersin. Bo'pti, ona, ko'rishamiz. Telefonim. Ha, ol, bolam. Bo'pti, ona. Xo'p. Menda xotirama bolam. Xo'p. Bo'pti. Azizimga vaqt ajratganim yaxshi bo'ldi-de. Har holda o'zimdagilar bilan suhbatlashib, fikr almashib, butunlay boshqacha ruhiyatda uyga boraman. To'g'ri, spektakllarim, teatr jamoasi, syomkalar, hamkasb dugonalarim hammasidan minnatdorman. Shularning boriga shukr. Lekin azizimda boshqacha-de. Voy, Qamar opajon, assalomu alaykum. Alaykum assalom, rahmat. Ko'ring, opajonim. Yaxshi keldingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Shukr, Hamma sizni kutyapti. Bo'ldi, Keling, Qamar opajon. Yaxshi keldingizmi? Qizimsiz, uydagilar hammasi yaxshimi? Siz kelsangiz markazimiz yorishib ketdi. Rahmat. Qamar opam, men hozir bir boradigan joyim bor edi, syomkam bor. Borib kelaman. Bitta ayol keluvdilar. Qizlari olib kelgan, sal shashlari pastroq. Shular bilan gaplashib turing. Bo'ldi, Xo'pmi? Sal ko'nglariga qo'l solib, nimaga, keyin o'zim yana gaplashaman, maylimi? Mayli, bemalol ishingizga borib keling. Jonim mani, boringizga shukur, rahmat sizga. Rahmat, jonim. Yaxshi borib keling. Yaxshi ham borsiz. Boringizga shukur. Xo'p, rahmat. Men tez borib kelaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarabay, jonim, qizim o'zimmi? Assalom. Yaxshi keldingizmi? O'tiring. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Nima kechirasiz, qizim? Ismingiz nima? Arafatxon. Arafatxon. Kechirasiz, necha yoshdasiz? 55 yoshda. Lekin namcha xomush ko'rinasiz, yoshsiz. Xursand bo'lib yurmaysizmi? Tinchlikmi? Bilmasa. Umid opa ketib qoldilarmi? Yo'q, ishlar bilan hozir chiqib ketdilar. Keladilar. Xudo xolsa siz bilan o'zlari ham gaplashadilar. Ungacha siz bilan tanishib olamiz. Ishlaysizmi? Ishlayman. Hozir отпускadaman. Lekin o'g'lim ishlamang deyapti. Nima? Ishingiz og'irmi? Yo'q, laboratoriyada ishlayman. Lekin bolalarim joniga tekkanman shekilli. Mani birato'la o'ldirishmoqchi. Voy, astag'firulloh deng, unaqa demang singiljonim, o'zim asal qizim. Ular mani ishlatmay uyga tiqib qo'yishmoqchi. Balkim Bilishmaydiki, uy men uchun zindon. yo'q, meni to'g'ri tushuning. Balkim sizga ishlari og'ir deb o'tiring degan bo'lishi mumkin. Siz noto'g'ri tushungan bo'lishingiz mumkin. Uy men uchun zindon. O'shani eslatadi, faqat o'shani eslatadi. Tushunmadim. O'shani deyapsiz nimani? Xolamni